Yo, barchaga salom do'stlar. Ender Dragons kanalidagi yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun bizning mehmonimiz Sevgan Varus. Salomlash. Assalomu alaykum. Bratishkalar, obunachlar. Men Sevgan Varusman. Do'stlar, hozir bizda PP bo'ladi. Kutdim. Yo'q. Bo'ldi do'stlar. Hozir boshladik. Birinchi zarbadan qani. Opa! Itamonamappa. Ma. Oltin olmachi. Oldingmi? Qancha jon ketdi? Qoch bomba. Qancha joning ketdi? Men bombani sevaman. Menga bomba yoqadi. Endi menga baribir kim qanaqa boqadi? Va! Ahmoq. Hech qancha jonim ketgan yo'q. Ke. Hozir do'stlar buni ayyorlik bilan. Kayf qilmoqchilik. Uni qansa? Ma. Qancha joning ketdi? Shuda kam. Cheksizlik qilishdan yaxshi. Sakra vurmoqchi edim. Ma. Qo'rqaman, yo'rlanma. Anvarda nima qo'rqadi deyapsan oshna? Kaltak. Sen Do'stlar, hozir janjal bo'lib qoldi hozir. Juda ham yoqimsiz janjal bo'ldi. Mana kutmoq ekan. Haqorat qilmaylar, jamoa joyida sildir. Nima yarardi? Chiroyli gaplashaylik. Jamoatjon. Janjal bo'lyapti. 911 ga telefon qilaman. Ustingga yozib beru. Ya rahmatulloh. Shapatulloh da aka pul bering deb boshlayapti Alvarjon. Voy, so'kinmang, jamoat joyi. Va, men yutdim do'stlar, PvP. Sevgan Varus do'stlar kirgandim, men yutdim. do'stlar, bir omad kelib qoldi. Dikeri. Do'stlar, boshqa serverga o'tamiz.